Alhamdulillah. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. G'azodagi birodarlarimizning sabr va matonatini qo'llab-quvvatlash yo'lida tinimsiz yordam ko'rsatayotgan o'zbek birodarlarimizga samimiy minnatdorchiligimizni bildiramiz. Alloh azza va jallaning fazli bilan G'azo sektorining markaziy hududidagi kambag'al, ehtiyojmand va musibatga uchragan oilalar uchun issiq taomlarni tayyorlash va tarqatish ishlarini davom ettirmoqdamiz. Alloh sizlarga baraka bersin va bizning nomimizdan sizlarni eng go'zal mukofotlar bilan mukofotlasin.